Kechirib kelmadilaring. Kecha azing ishlar ko'payib, top ketib qoldi. Bo'ri. Nima qilyapsan? Bor shu yerda o'yna, ema mashinaga. Mana ukam, mashina yoqdimi? Mashina siznikimi, aka? Ha, meniki. Vau. Zo'r ekan. Mashinaga qiziqasanmi? Ha, judayam. Yurunni o'tir, bir aylantirib kelaman. Rostdan. Ha, aka. Mana qara o'rtoq, boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Ayni, esimdaman. O'zimiz ham yoshlikda mashinaga qiziqardik-ku. Bir bolam qilsam qo'y. Hozir kelaman. Ukam, oting nima? Azbek. Yettirmay qolsan o'zi. Mana shu kitoblarimni sotib, pul yig'ib velosiped olmoqchiman. Ota-onang olib berishmaydimi? Yo'q. Nimaga? O'zim pul topib velosiped olmoqchiman. Sen ota-onangdan so'raganmisan velosiped olib beradi? Mani ota-onam yo'q, buvim bilan yashaymiz. To'g'ri. Okay, kelib turinglar, charchamang. Hava bor. Azbek, yoqdimi? Yo'qda, rahmat aka. Qancha mehrini ayting, hammasini sotib olaman.